O'tamiz. Xo'p, ikkinchi unit birth, marriage and death. Bu narsalarni bilib olinglar. Birth degani tug'ilmoq deb olmanglar. Xo'p, birth degani bu tug'ilish. Tug'ilish. Tug'ilish, mavhumot, короче, bu ham. Tug'ilish. Xo'p, keyin esa marriage esa turmush degan ma'noda keladi. Turmush, qurish yoki turmush degan ma'noda ham keladi. Xo'p, the first one. Anna had a baby yesterday. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa have a baby. Rostdan ham itni vovullash eshitilmayaptimi sizlarga? Yo'q. Ha, bo'ldi. Mikrofon shumi подавленияsi yaxshi ekan. Have a baby degani farzandli bo'lmoq. Endi biz have noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun o'tgan zamonda gapirgani uchun nima bo'lib qolar ekan? Anna had a baby yesterday. Kecha Had. farzandli bo'ldi. Ya'ni qaranglarda biz so'z yodlaganda doim infinitiv holatda yodlaydilar. Ya'ni tuslanmagan shaklda. O'zingizlar tuslab olaverasizlar degan. Ko'pchilik mana had a baby, has baby deb oladida, u noto'g'ri. Faqat infinitiv holatda yodlaydilar. O'zingizlar tuslab olasizlar. Xo'p, keyin esa he was born at 1:50 yesterday morning. Kecha tongda 1:15 da tug'ildi. Endi was bornni bilamiz, mavzusi bor uni. And he weighed 3 kilograms. Hop, weigh degani bu yerda talaffuzi ham veygih emas, bolalar. Weigh deb o'qiymiz, ya'ni vaznga ega bo'lmoq. Bo'lmoq deb yodlaysizlar buni ham mavzulashtirilgan holatda. O'tgan zamon bo'lgani uchun bu yerda id qo'shilib qolyapti. Xo'p, keyin esa they are going to call him John. Nima deyapti bu yerda jumlada? O'qinglar. They are going to call him John. Ular Ular uni o'sha Johnga kal qilishyaptimi? John deb atashmoqchi. Moqchi degan narsa bor, guys, bu yerda. Ha, mana going to ya'ni be Call going to. ustoz o'sha telefon qilmoqmi? Yo'q, to'xtating. Qo'ng'iroq qilmoq. Aloqaga Call'ni ma'nosi chaqirmoq degan ma'noda ham. Atab chaqirmoq desangiz ham to'g'ri keladi-da. Bitta so'zi ko'p ma'nosi. ha. Birinchi bilishingiz kerak narsa bu yerda moqchi, ya'ni be going to. Hop, keyingisi call degani deb chaqirmoq degan ma'noda. Ya'ni ism deb. Misol, meni mana shunaqa deb chaqirishadi. His grandfather. Chaqirmoq degan ma'noda kelyapti. Shoshilmaymiz. Savol bo'lsa, o'rnida so'ranglar bolalar. Hop, ya'ni after John, ya'ni uning bobosidan keyin, ya'ni John deb chaqirishmoqchi. Ya'ni bobosi o'tib ketgan, o'shani nomini qayta qo'yib qo'yishgan. Hop. Keyin esa his grandfather's birthday is June 16th too. Nima degani bu yerda, Feruza? Uni bobosi ham anaqa 16-iyulda tug'ilgan deyaptimi? 16-iyunda tug'ilgan ham degan ma'nosi bildiradi, tuni ma'nosi. Ha, hop, yaxshi. Ya'ni but he was born in qachon ekan? Raqamni o'qingchi. Lekin 1957. Yo'q, o'zbekchasiga emas, inglizchasiga o'qing. Inglizchasiga ham. But he was born in 1957. Ha, bo'ldi, yaxshi. Bolajonlar, mana 2000-yilgacha bo'lgan yillari biz 2 ga bo'lib aytamiz, ta'kidlab qo'yaman. 1957 deb, ya'ni 1957, ya'ni 1900 deyish shart emas. Hop, the baby's parents were born in 1986. Bolaning ota-onasi esa 1986-yilda tug'ilgan. And common mistakes, ya'ni odatda uchrab turadigan xatolar. Anna had a baby, ya'ni farzandli bo'ldi deb aytamiz. Lekin she was born deb qo'ymanglar. U tug'ilgani yo'q, u dunyoga keldi. Hop, B part marriage. Marriage degani bu turmush yoki turmush qurish, bu ham mavhumot. Ya'ni turmush qurish. Hop, ifni ma'nosi bu yerda agar degan tarjimani beraveradi. Hop, Zafar aka o'qiychi birinchisini. If you don't have a partner, you are single. Okay. Agar sening partnering bo'lmasa, sen yolg'izsan. Ha, to'g'ri. Partnyor degani yashash uchunga nisbatan, yashaydigan sherik. Jufti, короче. Single deb bilib olinglar, bu yolg'iz. Ya'ni bu
yashash uchun partnyori yo'q degan ma'noda. Alone bilan chalkashtirmanglar. Bu alone qachon ishlatamiz? Uyda yolg'iz desak, xonada yolg'izman desa, shunaqa holatda yoki o'zim yolg'iz his qilyapman degan ma'noda. Lekin yashash uchun imенно partnyori bo'lmasa, uylanmagan degan ma'noda yoki misol turmush o'rtog'i yo'q bo'lishi mumkin. Hop, keyingisi Ruxshona. If you have a husband or wife, you are married. Agar eri yo xotini bo'lsa, siz Agar turmush turmush o'rtog'ingiz yoki rafiqangiz bo'lsa, siz turmush qurgansiz. qurasiz. Ha. Hop, adabiyotdan foydalanaylik esa. Hop, Oylarxon 3. If your husband or wife dies, you are widowed. Hop, Sizni ayolingiz yoki unaqa eringiz o'lgan bo'lsa, siz anaqa yolg'izsiz bo'lyaptimi? without Bevasiz. degan beva. Bevasiz. Bevasiz, to'g'ri. Aha, hop, yaxshi. Keyingisi hop, Feruza. If your marriage breaks up, you are Separated separated, or divorced. divorced. Hop, nima ekan? Break up degani bu buzilmoq, ya'ni oila buzilishi. Sizni anaqa turmushingiz buzilgan bo'lsa, Siz ajrashgansiz degan ma'noda. Separated degani mayli. Separated yoki divorced degani ajrashgan. Ya'ni the marriage has legally ended degani. Ya'ni turmush qonuniy ravishda tugadi degani mana shu. Separated. Separated yoki divorced deb ma'nosi shu ajrashgan. Lekin partnyorlari tirik. Chunki biz separated ajralgan bo'lay deb yozganmiz esinglarda biz. Shunga to'g'ri keladi. E'tibor bersanglar. Xo'p, keyingisi, xo'p. Gary and Sarah got married. Bizda get married deb yozganmiz. Bu ko'pincha get bilan bersangiz chiroyroq ishladi. Ya'ni bu turmush qurmoq. Get bilan bersangiz sal tabiiyroq. Shuning uchun bu yerda o'tgan holatda ishlatgan uchun got bilan gapiryapti ekan. They got married in 2001. Ya'ni 2001-yil ular turmush qurishgan. Hop, aytyapti married without got is more formal deyapti ekan. Ya'ni formal nima degani? Formal, guys. Anaqa strukturasimi ustoz? Formalniy deydi, ya'ni rasmiy til degani bolajonlar, qaranglarda, televizorda gapiriladigan til, sheva-peva ketmaydi, ko'cha tilida gapirmaydi, to'g'rimi? Misol aytaylik, men shu yerda istiqomat qilaman yoki men shu yerda tahsil olaman deb gapirishadi televizorda yoki o'ta axborotlarda. Bu rasmiy til hisoblanadi. Endi men Andijonga borib eshik qada deb gapirsam yoki ashaqdan mashaqa deb gapirsam, bu naqa informal, ya'ni norasmiy til hisoblanadi. Ya'ni xohlasangiz shevangizga qarab yoki kelib chiqishingizga qarab gapirib ketaverishingiz bu naqa norasmiy til hisoblanadi. Lekin ingliz tilida ko'pincha norasmiy tilda gapirsangiz darajangiz yuqoriligini bildiradi. Ya'ni u yerda native speakerlar naqa spoken English degan ma'noni bildiradi. Xo'p, keyingisi they went on their honeymoon. Ya'ni honeymoonda taxmin qilsanglar bo'ladi bu. Nima degani bu? Asaloyi. Asaloyi. Ya'ni to'ydan keyin ular Asaloyiga ketishdi Italiyaga. They were married for 15 years. Ya'ni ular 15 yildan beri turmush qurib kelishyapti. Qurib kelishdi yoki. Keyingisi the wedding degani bu nikoh to'yi. Wedding. Xo'p, ya'ni nikoh to'yi desak to'g'ri kelsa kerak. Nikoh to'yi, the wedding. And the bride degani bu yerda kelin bola. Kelin degan ma'noda kelyapti. Buni bola yodlaysizlar, yana prosta o'tib bermayapman, buni yodlaysizlar. Har safar so'rab olaman. Bu yerda bridegroom yoki bitta narsa, agar qavs ichida qo'yilgan bo'lsa, bridegroom desanglar ham to'g'ri yoki groom desanglar ham to'g'ri. Ya'ni qavs ichida turgan narsa doim ixtiyoriy. Bu kuyov bola degani aytdi. Kuyov bola. Kuyov.
Keyingisi C part death. Death degani bu o'limga teng bo'lib qoladi. O'lim deb gapiryapmiz ekan. Hop aytyapti ekan then degani keyin degani. Ya'ni then Harry became ill. Ya'ni keyin betob bo'lib qoldi. Ya'ni ill degani betob, kasal. Kasal degan ma'noda keldi. Keyin kasal bo'lib qoldi ekan. Ya'ni he died last year. Ya'ni o'tgan yili vafot etdi. Ya'ni o'zi die degani bu yerda vafot etmoq. Endi aytyapti ekan he died of a heart attack. Nima degani Feruza? Katta kurs sifatida javobingiz? Yurak kasalidan o'libdimi? Attack, heart attack nima degani? Yurak xurujidan. Da, pristupdan. Died of degani dan o'lmoq. Nimaga biz ajratib yozyapmiz guys? Ya'ni die of dan o'lmoq deb. Chunki nima bu yerda? Oldin Nima? o'lmadi. Sabab bo'lishi kerak. Yo'q, sabab emas. Kelishi yo'q. O'shaning uchun biz die of dan o'lmoq deb gapirishimiz kerak. Heart attack degani yurak xuruji. Attack, как yurak xuruji. Attack ya'ni hujumga bog'lab olinglar-da. Xuruji. Hop, common mistakes. Harry is dead deyishimiz to'g'ri, lekin Harry is died deyishimiz xato. Chunki died bu o'tgan shakl hisoblanadi. And the last one, ya'ni funeral. Funeral degani bu nima bo'ladi? Hop. Dafn marosimi. Dafn marosimi. Dafn marosimi yoki bizda ta'ziya desa bo'ladi, dafn marosimi. Marosim desa ham har xil tushuniladi-da. Shu marosim bo'lsa. Bo'ldi. Savol yo'q bu bo'yicha? Yo'q.